Bola tarbiyasi asosan oiladan, ya'ni uydan boshlanadi. Men ko'p yillik tajribaga ega bog'cha rahbari sifatida bu masalada 3 ta asosni sanab o'taman. Birinchisi mehr-muhabbat hamda xavfsizlik. Bola o'zini uyda xavfsiz hamda mehrli his qilsa, bu bola tarbiyasi uchun asosiy omil hisoblanadi va bola dunyoni ishonch bilan o'rganadi. Ikkinchisi, ota-onaning namunaligi. Bunda ota-ona gapirishi, o'zini tutishi, muomalasi, hamma narsasini bola kuzatadi va shunga yarasha uni ham tarbiyasi shu asosda shakllanadi. Uchinchisi, kun tartibi va odatlar. Oddiy kundalik odatlar, tartib va vazifalar bola uchun birinchi qoidalardir. Bola shu kichik qoidalar asosida tartibli, mas'uliyatli hamda mustaqil bo'la boshlaydi. Shunday qilib, farzand tarbiyasi oiladan, ya'ni uydan boshlanadi. Bola uyda yaxshi tarbiyalangan bola bog'chada ham o'ziga ishongan, mustaqil hamda tartibli bo'ladi. Ushbu videoni farzand tarbiyalayotgan ota-onalarga jo'natib qo'yamiz.